Tadqiqotlarga ko'ra, to'yingan yog' kislotalari yurak-qon tomir kasalliklari xavfini 20-30% ga oshiradi. Yog'li go'sht va moyli mahsulotlar qonda yomon xolesterin miqdorini ko'paytirib, tomirlarni toraytiradi va ateroskleroz yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. To'yingan yog' kislotalari yuqori kaloriya manbai sifatida ortiqcha vaznni ko'paytirib, semizlik xavfini 35% ga oshiradi. Chunki 1 gram yog'da 9 kaloriya mavjud bo'lib, bu oqsil yoki uglevod energiyasidan 2 barobar ko'p. Ortiqcha yog' kislotalari organizmning insulinga bo'lgan sezuvchanligini pasaytirishi bois ikkinchi tur qandli diabet rivojlanish xavfini 50% ga oshiradi. Yog' kislotalari yallig'lanishiga sabab bo'luvchi biologik moddalarni ishlab chiqarishni rag'batlantirishi hisobiga artrit va ba'zi o'simtalarni rivojlantirishi mumkin. Ular shuningdek buyrak va jigar faoliyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mutaxassislar tavsiyasiga ko'ra, kuniga iste'mol qilinadigan kaloriyaning atigi 10% to'yingan yog' kislotalaridan bo'lishi kerak. Ular o'rniga to'yinmagan foydali yog'lar manbai bo'lgan zaytun yog'i, avokado va yong'oqlarni iste'mol maqsadga muvofiq bo'ladi. Yog'dan yog'ni farqlay bilaylik.